man bilan yashaygingiz kelsa, mani ham hayotim, man ham bir marta hayotga kelaman, siz ham bir marta hayotga kelasiz. Agar ajrashib ketsangiz yana yashab ketaveramiz, lekin nima keragi bor edi? Oila qurish. Oila qurgandan keyin ajrashishga qurilmaydi-ku. Oila qurganimizdan keyin hamma o'zini hayoti ham bo'lishi kerak. Nima deydi o'rtada? Личное пространство. Mana bular kabinetlarga kirib ketadi, men kirmayman ularga. Mana o'zlari ularni ishlari o'zini bor, maza qilib o'tiradilar kreslolarda, kabinetlarda bo'ldi. Men kirib ketsam, o'zim gaplashsam telefonda, bular menga xalaqit bermaydilar. tadbirkorlik va oila birga yura olaydimi? Yura oladi. Yura olaydimi? Yura oladi. Hamma narsaga ulgursa bo'ladi. Ishdan keldingiz, tez-tez ishingizni qilsangiz, men yaxshi ko'raman uy tozaligini. Biladi, yig'ishtirishni yaxshi ko'raman. Menda ham bor yordamchim, haftada 2 marta keladi. Lekin men o'zim qarab turaman. Mana ertalab turib har uyimni yig'ib chiqaman, chiroyli qilib, to'g'rilab, o'zimga qarab chiqib, keyin xo'jayinga men ketdim, anaqa kuzatib qo'ying. Ilovli ketsa men kuzataman.